Bitta ayol bir nechta odamni do'zaxga tiqadi yo jannatga olib kiradi. Bitta ayol, eri, otasi, aka, ukasi. Shular shuni eplay olmadimi, ketdi hammasi do'zaxga. Shular tepib qo'yapti ko'chirishini yurishiga. Endi bitta soliha ayol ana shu yana to'rovini jannatga olib kiradi. Ayol nima o'zi? Ayol kimningdir jannati, kimningdir do'zaxidir. Ayollarda bir o'zbeklarda xotin desa, arablarda niso deydi. O'rislarda jena desa, urdularda urdu tilida avrat deydi ekan. Ayollarda avratim, bu meni xotinim deyishdi o'rniga bu meni avratim deydi ekan. Ya'ni bu meni nomusim, bu meni obro'yim. Qarang, avratimiz ochilib qolsa, yirtilib qolsa, qanaqa sharmanda bo'lamiz?